Bu videoda men 24 soat Qorbobo hayotida yashab ko'raman. Qorboboga o'xshamaysiz-ku. Hozir o'xshatamiz, adi. Endi o'xshadimmi? Voy, endi zo'r. Ketdi. Qorbobo unchalik vaqtli turmas ekan, o'shaning uchun men ham bemalol soat 9 da turdim. Qorbobo turganidan keyin ko'proq shirinlik va sut icharkan, men bo'lsa qornim to'qroq turishi uchun tuxumni tanladim va sutni ham esdan chiqarmadim. Если что, bu sigir emas, bug'uni suti, bilsanglar bilarsizlar. Tak, короче, bizda katta problema bor. Bu nima desanglar, men bu kiyimni olganimda shapkasini ham qo'shib berishgan, lekin shapkasi просто kichkina, menga vashi to'g'ri kelmaydi. O'shaning uchun ham biza, короче, shapka qidirishimiz kerak. Qorbobo shapkasiz bo'lmaydi, to'g'rimi? O'shaning uchun ham biza magazinga chiqib shapka qidirib ko'ramiz. Bu bo'lsa ko'rayotganinglardek, даже boshimga ham sig'mayapti. Buni jiyanimga berib yuborsam kerak. Короче, biz sentrga chiqib oldik. Hozir Qorbobon shapkasini qidiramiz. Chunki o'zimniki kichkina keldi. Uni jiyanimga berib yuboramiz-da. Hozir Qorbobon shapkasini qidirib, keyin sekin shaharga chiqib ketamiz. Короче, like bosib, obuna bo'lib turinglar. Biz Qorbobon shapkasini qidirgan ketdik. Короче, biz Tashkent Cityga keldik va hozir korzinkaga kirib chiqib, mayda-chuda narsalar oldik. Endi bu yoqdagi bolalarga Qorbobo bo'lib narsalarni tarqatamiz. Kattalarga bermaymiz-ku, lekin kichkina bolachalar hammasiga xudo xolasa shokoladlarimizdan beramiz. Sizlar bo'lsa like bosib, kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Mana ko'rib turganlaringdek soqolchani sekin taqib olamiz-da, bolachalarni qidirib, bolachalarni xursand qilamiz. Qorbobo endi xursand qilish kerak, to'g'rimi? Muslim bo'lmasa sekin, bolachalar bor ekan, bo'lmasa sekin mana bitta maskamizni taqamiz-da, bolachalarga narsa tarqatamiz. Ketdi. Как ты, ребята? Bitta olinglar, sizlarga podark. Olinglar. Oling. Oling. Podarka. Olinglar. Netan narkotik. Yaxshimiz? Oling. Yaxshi, rahmat. Aha. Ket. Oling mana. Narkotik emas u. Bitta oling, voy. Voy, onasini ham. Rahmat. Xo'p. Aytdim-ku, o'ylab turdim-da, hozir ichidan bitta o'zim olib berishim kerak edi. Qo'lini tiq hammasini olib ketib qoldi. Ketdi. Lekin krisalar bor-da, Muslim sanga o'xshagan. Hammasini uxlatib ketisharkan. Insofni qilib qoldimi? Voy, bo'ldi. Bitta oling. Assalomu alaykum. Mana soqol turibdi, burnimni shunaqa qichityapti, lekin qor yo'q joyda Qorbobo bo'lib yuribmiz. Biz Tashkent City'dagi archani sizlarga ko'rsatib obzor qilib bermoqchi bo'lganimizda u yoqdan bizani prosta haydab yuborishdi, chunki Qorboboni kiyimida u yoqda syomka qilish umuman mumkin emas ekan. Endi biz metroga tushib Magic City'ga ketayotganimizda kichkina bolalar rosa chaqirib meni to'xtatishdi. Xolos, ismingiz nima? Abdurahmon. Ismingiz nima? Muhammad. She'r aytishni bilasizmi? She'r aytishni bilasizmi, she'r? Xolos. Ismingiz nima? Ismingiz? Dastur. Olinglar bittadan sizlarga. Olinglar, ichidan olinglar. Sizlarga sovg'a, yangi yilda. Olinglar. Mayli, hay. Aha. Biz endi metroga tushamiz hozir. Metrodan Mejuga. Короче, terlatib mana bu ili shapkam. Terlaganimda bitta sochim tushib qoldi-da. Qorbobo bo'lish qiyin lekin real. Sizlarga maslahat bermayman, Qorbobo bo'linglar. Qorbobo. Santa Niga. Endi metrodan chiqib Mejuga ketayotganimizda meni bitta podpisчигim tanib qoldi. Alaykum assalom. Siz nima? Mana otam Mustafa. Mustafa, video olamiz YouTube'ga. Tushasizmi? Yo. Mayli, charchamang. Короче, qanaqadir konsert tugadi-da, походу. Odamlar sekin uyga tarqalyapti. Biz shu paytdan foydalanib, sekin bir chekkalardan Mejuga suraveramiz. Привет. Привет. Alo. Bittasini oling ichidan. Bitta, senga berib aytdim. Rahmat. Rahmat. Aha. Bayram yaqin bo'lganligi uchun odam Rossiya ham ko'p edi, o'shaning uchun chekkadan yurishga harakat qildim, lekin hammani ko'zi menda edi. Yana shu holat takrorlandi, ya'ni kichkina bolachalar meni ko'rib qolib rosa chaqirdi va ularga yana konfet berishga qaror qildim. Yosh Qorbobo ekan-a? Video olgani keldik. Men sizga. Ana Husan ham bor. Saniki ham beramiz. Qo'tiy Husanda. Ha, oling. Ana Qorbobo sizga chiqiladi. Короче, ощущениyalar zo'r. Menga yoqadi Qorbobo bo'lish. Ko'chada it ketayotgan bo'lsa ham, Muslim ketayotgan bo'lsa ham hamma qaryapti. Lekin bir tomondan minus. Endi Magic City'ga kiramiz deb turgan joyimizda aqrangliklar bizani to'xtatdi va Qorbobo kiyimida ili konfet tarqatish umuman mumkin emas dedi. O'shaning uchun biz sekin surib olishga qaror qildik. Lekin menda bitta reja bor edi. Короче, biz Magicga kirmoqchi edik. Hozir Magicga yon tomonidamiz. Kirayotganimizda o'sha qarab turadigan bratlar chaqirdi-da.
bo'tga qorbobon kiyimini kiyib, bu yoqda mana bunaqa narsa jo'natib tarqatyapsizlar, bu reklamaga kiradi bizada deyapti-da. Просто men bolalarni xursand qilmoqchi edim. Ili kirgizishmayapti bizani. Hozir bizda ikkita yo'l bor, yo orqa tomondan aylanib kirisalik qilib kirib olish, yoki kiyim almashtirib sizlarga ichkarini ko'rsatib berish. Ichkarida shunday qilib chiroyli joy qilib qo'yishgan. Yangi yilga o'sha joy emasligiga ko'rsatib bermoqchiman. Просто ichkariga kira olmayapmiz. O'shaning uchun ham hozir kiyim almashtirgan joy topamiz. Kiyim almashtirib kira olsak kiramiz, bo'lmasa keyin uyga qaytamiz. Короче, siqilgancha bori kiyim almashtirishga joy topolmayapmiz-da. Yo shaharda bu chekka joyga o'tib ham kiyim almashtirib bo'lmaydi. Problema bo'lib ketishi mumkin. O'shaning uchun kiyim almashtirishga joy qidirib yuribmiz chekka joylardan. Короче, obunachilar, biz vani qo'yat kiyim almashtirib oldik. Xafa bo'lmaysizlar, bu video 24 soat qorbobo degan, lekin shunaqa sarguzashtlar bo'lyapti, atilab yuragim sezib kiyim olgandim. Ili bizani mejikka kirgizishmadi. Hozir bo'lsa kirisali yo'llar bilan biz oddiy, ya'ni oddiy odamdek kiyim oldik. Endi bo'lsa mejikka kiramiz va sizlarga ham cho'tki joyi ko'rsataman. Shuncha mehnat ketyapti-da, biz yarim soatlab yurdik kiyim almashtirgan. O'shaning uchun bitta like ili kanalga obunani bosib qo'ysanglar, rosa ham xursand bo'lgan bo'lardim. Bo'lsa mana buni kiyib olamiz, hisobga o'tiradi deb o'ylayman. Bo'lmasa biz Mejuga go. Короче, obunachilar, biz o'sha sizlarga aytgan joyimga keldim. Bizani qorbobo kiyimida kirgizishmadi. Yo'lda mana kirayotganimizda ham aytishdi. Qorbobo kiyimini kiyib olmaylar deb. O'shaning uchun amallab oddiy kiyimlarni kiyib olib bo'lsa ham kirdik. Sizlarga endi mana shu joyni ko'rsatib beramiz. Yangi yil kuni bemalol kelsanglar bo'ladi. Shunaqa chiroyli qilib qo'yishgan bu joylarni. Men sizlarga endi shu joyni ko'rsataman deb o'sha yerdan keldim. Короче, просто o'zingizlar ko'rib baho beringlar bo'ldi. Joy uncha katta emas. Men videoda ko'rganda katta tuyulgandi, lekin unchalik katta emas ekan, lekin agar qor yoqqanida ham shunaqa chiroyli joy bo'lib qolgan bo'lardi. Nu, maslahat beraman, kelinglar, oila davrasida prosta ko'rib ketishga. Ili men bu uylar oddiy emas, ichida magazinlar bor ekan. O'sha magazinlar, tuda narsalar bor. Bu agar qorbobo kiyimida bo'lganimizda undan ham yaxshi bo'lgan bo'lardi. Qachabi rahmat shu yerda syomka qilishga ruxsat berib qo'yibsizlar. Endi biz qorbobolikni eng uchi, ya'ni eng asosiy narsalarga o'tamiz. U videoni sizlar mana uyimda yoki boshqa joyda ko'ra olishinglar mumkin. Videoni ko'rishda davom etinglar, like va obuna esdan chiqmasin. Bilasizlar, qorbobo bolalarga sovg'a berishi bilan mashhur va o'shaning uchun ham men magazindan produktlar qilib keldim. Endi bularni sovg'a qilib yasab, jiyanlarimizga tarqatamiz. Xo'p, bizani birinchi narsamiz, bizani ikkinchi narsamiz, bu yoqda eng asosiy mana shu paketlarga o'rab, bratishkalarga, jiyanlarga sovg'a qilamiz. Agar hozir stolim ustiga birinchi hamma narsani sortirovka qilib olishim kerak bo'ladi. Shuncha qilayotgan harakat va mehnat uchun like bosib, kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmang, chunki biz tezroq 10 mingta bo'lishimiz kerak. Endi bo'lsa sizlar bilan birgalikda hozir mana shu narsalarimizni upakovka qilamiz. Qorboboni ishi shu-da, to'g'rimi? Mana shu narsalarni upakovka qilib, mana endi elflarim yo'q, o'zi soqqagan, o'shaning uchun elf ishchi olmaganman. O'shaning uchun ham, lekin bizda podarka bor. Voy. Ikkitami bu nima? Buni ichi ochilar ekan. Va endi birinchi marta bunaqa ish qilishim. Xo'p, birinchisini ichiga eng tagiga nima solamiz? Okay. Mana beradigan narsamiz tayyor. Endi buni bitta elfim bor, to'g'risini aytsam, o'sha elfim buni boylab chiqadi. Let's go. Xuddi shu tartibda hamma sovg'alarni tayyorlab olamiz va men sizlarga videoning oxirida ko'rsataman. Vot, men sizlarga ish jarayonini alohida ko'rsatib beraman. Mana shu narsalarni polni shunga solib, mana bu yerga sekin taxluramiz. Da, mana elf. Yo, наконец-то hammasini bitirib bo'ldim. Ishoninglar, shunaqa charchab ketdim. Hozir 5-10 minut dam olaman-da, undan keyin operator chaqirib, sovg'alarni egalariga tarqatib tashlaymiz. Video qizig'i hali oldinda, o'shaning uchun oxirigacha ko'ringlar, like bosish, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Bizning sovg'alarimiz bo'lsa tappa tayyor. Короче, obunachilar, biz yo'lga chiqib oldik va mana buni ichi to'la sovg'a, buni ichidagi sovg'alarni hozir jiyanlarimga tarqataman. Biz qishloqqa kelganmiz, damashni bog'cha bor ekan. Bitta jiyanim o'sha yerda ekan, kutib turibdi hozir. Maskalarni, anularni, soqollarni taqib olamiz-da, sekin-sekin sovg'alarni egasiga tarqatamiz. Keyin Chinoz degan rayonga borib, u yoqda ham odamlarga konfetlar tarqatamiz va reaksiyalarini ko'ramiz. Qorbobo bo'lgandan keyin odamlarga yaxshilik qilish kerak-da, to'g'rimi? Like, obuna esdan chiqmasin. Let's go, my brother. Короче, biz bog'chaga keldik, bolachalar uxlayotgan ekan. Imенно shu momentga kelib oldik. Soqol-poqollar qalang, o'zingizlar birdan-ungacha baho berib qo'yasizlar. Hozir jiyanim chiqadi, reaksiyasini ko'ramiz. Sen krupniy olgan reaksiyani. Uxlayotdimi deyman-da. Assalomu alaykum, qorbobo. Qalaysan? Assalom. Senga sovg'a bergani keldim men. Mana qorbobo. Ana qara, podarka beradi. Ana, bolalar. Bular shunaqa bo'lsin. Mana qara, qorbobo senga sovg'a beradi.
Bilardim shunaqa bo'lishini. Mana bu Qalaysan? zo'r bolada Mustafa. 5 10 qoldi. Isming nima? Isming nima? Ne Javohir. Javohirmi? Mustafa. Mustafa? Bu namni nevarasi. She'r aytishni bilasanmi? Mustafa sen zo'r she'r aytasan, aytib ber. She'r aytib bergin, sovg'a beraman. She'r aytib ber. Mana senga. She'r aytishni bilasanmi? Aytib ber Mustafa she'ringni. Aytib bermaysanmi? Sovg'a kerakmi? She'r aytib beraman. 5 shot. Besh. Qorbobomiz opani aytib ber, senga beraman shu sovg'ani. Ayt. Aytib ber. Babamız appa. Ha. Pisanası yappa. Ha. Hassasi. Asası. Uzunca. Ha. Oyuncak. Mana senga padarka. Rahmat qil Qorboboga rahmat qil qo'y. Shaptir akasi rahmat qilyapti. 5. Zo'r bolada ko'rdinglarmi? Xayr, bo'pti. Xayr qil Qorboboga. Короче, sovg'ani berdik. Endi qolgan jiyanlarnikiga borib, qolgan sovg'alarni berib kelamiz. Как раз bitta ortiqcha bor edi, ko'ryapsizlarmi? Egasi topiladi. Короче, obunachilar, xursand bo'laman просто, chunki aytganimdek bitta ortiqcha sovg'a bor edi. Uni ko'chada kimlarga tarqataveramiz dedi. Mana shu yerda shirin bolacha bor ekan. O'shanga beravera qoldik. Mana shu bolacha uchun bitta like bosib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Chunki bizga tezroq 10 mingta bo'lishimiz kerak. 10 mingta bo'lish uchun sizlar obuna bo'lib qo'yishinglar kerak. Shuncha harakat sizlar uchun. Va bu sovg'alarni davom ettiramiz. Ili hozir Atelab Chinoz rayonini tanladim. Shaharga borsak bo'lardi, lekin Atelab Chinozga bordim. Ili keyingi rayon qat bo'lsin, kommentariyaga yozinglar. Agar eng ko'p yozilgan rayon bo'lsa, biz o'sha yerga borib, bolachalarga narx tarqatishimiz mumkin yoki o'sha yerda syomka qilib videolar olishimiz mumkin. O'shaning uchun pastga tushib sразу kommentariyaga yozib qo'yinglar. Keyingi rayon qat bo'lsin. Короче, surpriz qilamiz deb jiyanlarim ketayotdim. Qarzam yo'l o'rtasida ikkalasi turibdi-yu. Mana bittasi. Yasinaxon. Qaramaydilar. Hozir borib maskalarni taqib, keyin podarka qilamiz. Let's go. Iye. Kimmanman? Kimman? Yechma. Kimmanman? Topchi. Malades 5 shot. Keldik 5 ming dam olamiz, sovg'ani berib, she'r ayttirib ketamiz. Aytib berchi. Dalalashdan tunda ish mehmon bo'lib keldi qish. Qayshematu bor bobo, sovg'alari bor bobo. Uyda bezoriq archa, tepasida oy ko'rsa, xuddi yozdek, bahordek, iliq ko'zdek dahordek. O, malades. Qorbobomisan sen ham, qorbolami? Qorbobo, ayni. Sovg'a beramen senga. Mana Muhammadga sovg'a. She'r aytib berasanmi? She'r aytib berasanmi, sovg'a beraman. Qorbobo qilib bergin bitta. Ayt, qorbobo degin beraman. Ayt, qorbobo de. Men bo'pti senga. Podarka. Rahmat qo'yaki. Qara senga podarka olib keldim. Ol mana. Yoqdimi? Ha, 5. 5 qil. Короче, jiyanlarga sovg'ani berdim. Eng yaxshi ko'rgan jiyanlarim shu yerda o'zi. Ularni rasm yaxshi ko'raman. Hozir oxirgi ikkita jiyanim qolgan. U yo'lga borish uchun Chinozga o'tamiz. Chinozdan yana qanaqadir mahallaga kirar ekanmiz-da. Hozir buvim yo'lni tushuntirib yubordilar. Короче, Qorbobo degan sovg'a tarqatib turish kerak. Kecha sovg'ani ham yasadik, yo'q bo'ldi. Короче, endi hozir boramiz, oxirgi sovg'ani topshirib, ili Chinozda bitta o'ylab qo'ygan rejam bor, o'shani qilamiz-da. Balki odamlarni xursand qilamiz. Ketdi Ruslan. Gas. Endi bizani eng uzoq va eng sarguzashtga boy yo'l kutib turibdi. Короче, biz keldik. Shofyorga aytdik, mashqa joyga tashib ketdi. Endi hozir telefon qilib, jiyanlarni chaqiramiz-da, xursand qilamiz. Shofyor bizani vashi boshqa joyga tashib ketgan ekan, keyin mashina kelib bizani o'sha uyga olib ketdi. Ana Qorbobo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qalaysan? Ezoza? Yaxshimisan? Qalaysan? So'rash? Sog'aning qo'rqyapti. She'r aytib berasan menga? Sovg'a beraman senga, xo'pmi? Aytib ber. Aytib berchi. Babamız appa, pisanası yalpak, hassası oyunsak, Bering. ko'plar bir oyunsak. Bo'ldi, mana senga sovg'a beramiz-da. Mana.
Senga ham beraymi? Sog'a beraymi? Mana senga. Ol. Rahmat. Mana, ol, ishoyapti. Rahmat. Короче, sovg'alarni egasiga berib oldik va sekin uyga qaytib turamiz, chunki yomg'ir tashlab qolish ehtimoli bor, chunki hozir уже tем более kechqurun tushadi. Uyga borib agar ideya topsak nimadir qilamiz, bo'lmasa sekin videoni tugataveramiz. Bu chinoz biladiganlar biladi. Ну, короче, aylanmoqchi deyazgina, lekin uncha vaziyat bo'lmayapti. Sog'atonman, to'g'risini aytsam. O'shaning uchun endi sekin uyga qaytamiz. Ego. Men bugun qorbobo bo'lgan ekanman. Birinchi sovg'amni ukamga bermoqchiman. Ukamga hozir shart beramiz. Agarda shu shartni bajarib bera oladigan bo'lsa, sehrli qopimdagi o'sha sirli sovg'ani ukamga berib yuboraman. Hozir ukamni bo'lmasa, streslab tashlaymiz va 5 minut vaqt beramiz. 5 minut ichida chiqib keta olsa, ukamga sovg'ani topshiramiz. Bo'lmasa, sovg'adan quruq qoladi. Zohirbek, tayyormisan? Let's go. Ketdi. Obunachilar ko'rib turganinglardek Zohirbekni streslab tashladik. Zohirbek, tayyormisan chiqib ketishga? Da. Ну, qorbobo bo'lganligim uchun yosh bolalarga sovg'a berishimiz kerak. O'shaning uchun ham unchalik qalin qilmadim va senga 5 minut vaqt beriladi. 5 minut ichida chiqib ketishing kerak. 1, 2, 3 vaqt ketdi. Davay, chiqib ket. Voy, obunachilar nima bo'ldi? Arabchaga o'ynab beryapti Zohirbek. Men nega 5 minut berdim bunga? Mana stretch. Men do'stman, kuchim ko'p. Men qornim bilan mashg'ulman. Mana. Asmir bo'lib beraman. Nima bo'ldi endi Zohirbek? Men aytdim. Yo'q, sovg'ani beraymi endi? Ha? Bering sovg'am. Obunachilar Zohirbekni bunchalik kuchli deb o'ylamagandim, lekin birinchi sovg'amizni Zohirbek oladigan bo'ldi. Sovg'aga tayyormisan? 1 2 3. Super priz. Senga 1 pochka konfet. Bu o'zi Rossiyam konfetni yaxshi ko'radi. Uyda ham rosa ko'p konfet yeydi. O'shaning uchun ham unga konfet podarka qilishga qaror qildim. To'g'ri qaror qilganman yo'qmi? Like bosib, obuna bo'lib aytaverasizlar. To'g'rimi? Kommentariyaga yozib yuboringlar. Davay. Agarda video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, shuncha mehnat uchun kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar.